Bismillahirrohmanirrohim. Sardor, men ko'p boqmayman, oz boqaman va soz boqaman deydigan akalarimiz. Shu aka, xudo xolasa, inshaalloh 30 ta, 40 ta boqaman, seriyasida boqaman deydigan akalarimiz uchun maxsus video bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib, like ni bittadan bosishga esdan chiqmas aka. Ko'pchilik video kuzatyapti, like bosmayapti. Aka, bitta like ni bosib, xudo xolasa narx-navosiga ochiq fikringizni kommentariyada kutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardor bloger kanali obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday yirik qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga xudo xolasa yakshanba dam olish kuni damda olib, qo'zini zo'rini olaman, arzonni olaman, o'zi yirik, puli yengilidan olaman degan akalarimiz uchun inshaalloh bugun biz videolarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'ida oyda yilda bir chiqadi, lekin qo'zini yaxshisini sorti o'yini olib keladigan qo'y ferma. Ya'ni Ilhomjon akamiz qo'y fermalarida. Xudo xolasa aka, assalomu alaykum. Charchamang, kayfiyatlar eng asosiysi. Zo'r, rahmat Xudoga shukr. Xudo xolasa aka, bugunga necha bosh? Hop, bugunga aka ozroq bir 45-50 bosh qo'yimiz bor. 45-50 bosh aka atrofi. Bu aza to'g'risi gap, haliga 1000 ta shap-shapda bitta hop-hop yaxshi degan aka. Davomat ozisini o'zlashtirish yaxshi bo'ladi. Ammo 45-50 ta ozroq qo'yimiz bor, ammo optim chiqayotgan 300-400 ta nima bilan narxi ham baslashaverar kerak, arzon, qimmat emas lekin. Narxini kommentariyada bitta arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat yozib qo'ysa, o'zimizga xulosa qilib olamiz uka. Realni bo'lsin. Aka, ko'pchilik kommentariy yozgan erinadi. Xafa bo'lmang. Loqayt bo'lmang aka. Loqaytlik yomon odat. Kattalarimiz aytgan, "Ey, bolani mehnat bilan pishir" degan. Nima uchun aka loqayt o'qimasin? Xudo xolasa siz ham shiddat bilan kommentariyani bangillatib, otangga rahmat deb turing. Siz istagan qo'zlar siz o'ylamagan narxda inshaalloh bugun Ilhomjon akamizdan chiqaradi. Birinchi partiyamizga nechta aka? Bu hozir yerda 34 ta. 34 bosh akalar, 100% qo'chqor. Mana qo'yni olyapsiz. Mana qo'yni olyapsiz. Olyapsiz. Xudo xolasa aka, qo'zini olyapsizmi? Inshaalloh bir qator lakasa tashabberlar tepasiga kelib ko'ring. Aka, bu sut qo'zi emas. Mana bu qo'zini tanasini bundoq cho'zasiz. Sutda ajragan qo'ziniki mana shuni singari cho'ziladi. Aka, bu boshqa bu. Bu ana realni gapni gapirganda aka, bu sutdan hozir ajratib kelayotgan qo'zi emas. Sut qo'zini aka terisi bilan xafa bo'lmang. Realni gapni gapiraman aka. O'zimning shaxsiy tajribam. Bu birovning fikri emas, shaxsiy tajribam. Qo'zini, sut qo'zini aka terisi bilan eti bir bo'ladi. Ha, sut qo'zini ham olib chiqamiz uka, ko'rishadi uni. Xudo xolasa aka, mana bu qo'zini olib borib boqing, maza qiling. Ey, siz meni gapimga kirib, mana video boshida hali narxini eshitganimiz yo'q. Siz meni gapimga kirib, xudo xolasa oling, inshaalloh baraka topasiz. Aka, nima deymiz bularni yosh oyligi? Hop, uka 6 oylik plus minus dekabr qo'zi deganimizga ega. Ye bichari. Ye bichari kafolat uka. Xotirjam borib sinov bu boshqa deyapman, buni to'ldirib olish bu olayotgan, boqayotgan odamga bog'liq endi. Endi aka bitta gapni gapiraman, xafa bo'lmang. Haqiqat achchiq, tuqqaningga olmaydi degan. Lekin bitta narsani gapiraman. Aka, buni ko'pchilik qurbonlikka so'raydi-da. Yo'q aka, qurbonlikka toshni bo'ladi demaydi, hech kim deya olmaydi. Nimaga buni tug'ilganda tepasida bo'linmagan? Lekin taxminiy farazlar aytilyapti. Shunga e'tibor bering, iltimos. Bu nima qilsa aka xafa bo'lmang, insondan bitta xafa bola boqsa ham umid bilan boqadi. Shunaqa. Kelajakda endi bu telefonda katta ham bunday kichikroq ko'rinadi. Telefonda endi ekrani bir xil bo'ladi uka. Kattani kichkina, kichkinani katta ko'rinyapti. Misol menga uka bo'laveradimi deyapti uka. Aka, bular bo'lmasa kerak, men bilmayapman deyapti. Bilmayman aka deyapti. Nimaki bu etni Alloh uchun so'yladi bu uka. Ehson uchun so'yladi. Buni yolg'on gapirib, bunaqa bo'lmaydi. Buni biz bilmaymiz uka, to'g'risi. Realni gap aka, to'g'ri gap tuqqaning yo'qmaydi degan. Xudo xolasa kelib bir qator aka birinchi o'rinda lokatsiyasini tashlaysiz. Bo'yvaslar aka 70 plus minus. Bu o'sadigan emas, chapa bo'lmang. Ko'pchilik bo'yiga o'lchab olyapti ekan, uyga borsa metr qo'yib. Yo'q aka, bu metrlab o'lchab sotiladigan taxta emas. Bu xom taxmin. 65 plus during. Bo'ladimi aka? 60 ham deyursin aka. Ozgina haliga nima bo'ladi? Pastroq ham yuraverish kerak inson. Xafa bo'lmang. Men misol men buni borsam cho'pon uka, mana uni uka bunday o'lchab, buni metrlab uni qilyapsam, nima qilyapsan uka deydi. Aka, metrlayapman, o'lchayapman, men shuni sotaman desam, uka bor boshqa yerdan olaman, men senga qo'y sotmayman deydi menga ochig'i. Endi buni ikkita 3 ta olishyaptimi? Uzoqdan onlayn olyapti, biz ko'rib olamiz. O'shaning uchun o'lchab taxminiy bo'yini aytib, alib ketamiz uka.
Xudo xolasa aka, bular narxini nima deymiz? Mikinchkinni keragi yo'q. 30 tasini shunday kel, ey mard, yigit, bir haftada o'zi bir marta qo'y chiqarasan, lekin mana qo'yingda o'zim olaman, sen nima deysiz? Arzon beraman uka. Qancha? Aytdimmi, lo'us qildimmi? Biza tuproq qaytib yalanmaydi uka. Narxi. So'ramaysiz ham uka. Bo'ladi qani? Bitta aytaman. Tortishmaysiz. Tortishmaydigan narxda ayting. 2 million 600 ming so'mdan uka beraman. 2 million 300, 2 million 800, 3 million emas. 2 million 600 ming so'mdan sizni kanalingiz uchun beraman uka. Barakasini bersa, aka, bitta gap, bitta so'z, lekin bitta narsa. Xafa bo'lmang. Endi realni gapni gapirgan ma'qul-da aka. Realni gapni gapirgan ma'qul. Bu ochiq haqiqat aka. Haqiqat tuqqaningga olmaydigan. Bu aka endi hech kim mo'ljalga yetmagan. Hech qaysi inson mo'ljalga yetmagan aka. Xafa bo'lmang. Mo'ljalingiz qanchaligini, nimaligini men bilmayman. Ichingiz o'zingizga ayon-da. Lekin mana aka marcha telefon qilib shunday kelib, jazman, shu telefon qilib, Ilhomjon men bitta qo'z olmoqchiman. Bu sizlar o'tkazasizlar-da uka, o'sha haligining oldindan aytdim uka, 27 qo'yaman bu qo'yda desam, siz aka necha arzonroq qo'yavering aka, sotilib ketishga yaxshi deganingiz 26 qo'ydim uka. Bo'lmasam bu qo'yni uka 3 million sotaman-chidan, o'zingiz ko'rib turibsiz, realni chiqarib turibsiz, xolis gapiravering uka. 3 milliondan sotadigan, 2 million 800 million sotadigan 20 ta shunday ajratsam chiqadi. Ammo kichkinasini ham 2,5 millionga sotmayman buni. Bitta gapiramiz. Bitta gapiramiz. Bitta demaymiz. 5 ta tanlov bo'ladi. 2 million 600 ming so'mdan. Kichkina kerak. Tanlov olish 27 dan uka, mana mayli. Sazangiz o'lmasin, tanlov olish 3 million qo'yaman degandim. Tanlov olish 27 dan uka. Ihson mana shu bo'lib o'tib bergan. Xudo xolasa aka, telefon qilishga shoshiling. Qo'zini aka suyaydoni. Haligi to'g'risi gap, qo'zini bunday zotiga bir qator e'tibor bering. Ko'pchilik qo'zi qo'y, hammasi qo'y aka. Mol ham hammasi mol. Ot ham hammasi ot, lekin zotdor ot bilan xafa bo'lmang. 10 ming dollar, 20 ming dollar ot bilan qo'pol bo'lsa aytamiz. Aka, eng kichkinasi. Realni gapni gapirish aka, haqiqati jaydari ot farqi bo'ladi. Eng qaziga ham yaramaydigan ot farqi bo'ladi. Eng kichkinasi ham uka 2,5 millionlik qo'zi emas, hozir. Menga arzon oldimmi uka, dunyo 5 ta qo'limda o'zimga tiqmaydi-da. Yengil foyda qilsin, biz ham tirikchilik qilamiz, bola chaqa boqamiz uka. Yengil foyda qilsa borib yetkazib beramiz uka. Dastlabkasi ham ichida o'ylanishmasin. Xotirjam uka, молодец uka, zo'r chiqaribsan deb qo'yilsin, motivatsiya bo'ladi uka. O'zimizga o'zimiz xulosa qilib olamiz. Aka, kommentariyada buni kerak bo'lsa qo'ydi ichida tug'ilib o'sgan bu akalarimiz o'tiribdi, tog'alarimiz o'tiribdi. Chiroyli qilib kommentariyaga yozing akas. Bu hali to'g'ri gap tuqqaniga olmaydi deyapmiz-ku. Realni gapirganda aka, u ko'pchilik aytadi, "Ha, menga nima?" Yo'q aka, loqayt bo'lmang. Loqayt bo'lmang. Hammamizning maqsadimiz tirikchilik. Siz ahlingiz yetyaptimi? Otangga rahmat uka, arzon qo'yding deng. Agar qimmat qo'yapsan deng, mana qo'lga kelib ushlagan insonga yana o'tiladi. Qimmat aka haqiqatan deysa, uka o'tib beraman. Haqiqatan qimmat deb vijdon aytsa o'tib beraman aka. Arzon qo'y narxida beraman. O'ylab o'tirman aka. Xudo xolasa telefon qilishga shoshiling. 100% qo'chqor. Hali bu birinchi partiyalarimiz. Bundan keyingi aka ikkinchi partiyalarimiz oldinda. Videoni so'ngigacha kuzatavering. Endi akalar, xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga yanada puli yengilroq, yana uradigan ko'kalarimiz. Shu mana yanada puli yengilroq variantlar. Aka, o'ylamang, har bir vaj holatiga qarab. Hech kim sizga tekinga qo'yib bermaydi. Realniga tekinga gunohini so'rasangiz bermaydigan insonlar ko'p aka. Realni gapda. Endi lekin qo'ldan kelgancha insofi bardi, barakasi bo'ladi deb. Barakasi bor aka. Shuning uchun realni gapni gapirishik. Bo'ladigan mikinchkinni keragi yo'q aka. Mana shu qo'y, xudo xolasa oling, maza qiling. Nechta aka beyda? Beyda 12 dona. 12 dona. Hammasi qo'chqarmi? Hammasi qo'chqar. Yosh oyligi. Shu 4 oylik qo'zilarda aka. 4 oylik aka, 3-4 oylik deng, 1 oylik pastroq yuravering aka. Hech kim sizni qo'pol bo'lsa buni so'kmaydi. Lekin xudo xolasa to'g'ona tepasida bo'linmagan. Nima deymiz aka, narxi, puli soqqasida. Soqqasi ham arzon, qimmat qo'ymaymiz buni ham. Buni ham bo'ladigan qilib qo'yinglar. Puli gapiradi. Gapirtirib beryapsiz. 2 million 200 mingdan beraman aka. Bo'ladigan. Bo'ladigan. Tochkasi. Mikinchkini yo'q. Ha, mikinchkini yo'q. Undan kami bermayman men. Tanlab olsin. Tanlab olsami? 2 million 300 mingdan beraman aka. Vodiy bo'ylab dastlabga qilib beraman. Vodiy bo'ylab aka dastlabkasi ichida, xudo xolasa telefon qilishga shoshiling aka. Oling maza, bu xudo qarasangiz, o'sha 2 million 200 ming so'mlik narxlarni ham men unutib qo'yapman. Mana shu bir haftadan beri 2 million 200 ming, 2 millionlik, 18lik narxlar ham sekin esdan chiqib qolyapti. Sabab nimada bilmayman.
Realniga. Biz ham tushunmadik uka. Bundan keyin mana hayitdan keyin, bayramdan keyin iloyo yaxshi bo'lsa, endi biz ham Xudodan so'rayapmiz. Qancha arzonab kelsangiz sotilish shuncha yaxshi bo'layapti. Qimmatlagan sari sotilish ham sekinlashadi. Endi bundan keyin yana ham narx oshadi deb o'ylayapmiz o'zimizcha. Endi valla Xudo bir og'adan men mana qo'yim sotib olaman deb bunday qilib odamlarga alib bermoqchi emasman. O odamlar nima deb o'ylasa o'ylashaveradi. Men prosta alib pamiyatimda aytib qo'yibman, haligini. Realni aka fikr. Siz ham fikringizni kommentariyga yozing aka. Mana 4 ta tuyoqda baraka degan. Xudo xolasa oling, maza qiling. Sizga tavsiya qilaman aka, faqat sizga Jon aka realni gapni gapiray, jigar-jigarga yomonlik tavsiya qilmaydi. Ochiqcha gap. Haqiqat bu. Jigar-jigarga yomonlik tavsiya qilmaydi aka. Xudo xolasa oling, maza qilasiz. Aka, xafa bo'lmang, oling. Sizni ko'zingizga ko'rinmayotgandir, lekin ko'rinmagan narsa yaxshi foyda qiladigan kattalarimiz. Shunaqa uka ishtiribga ham to'lashib qo'yishyapti. 1,5 million, 2 million pulni. Undan bitta qo'z tashab qo'yishsin, piyoda yurishaveradi. Barakasi.